Alloh taolo haqiqiy tavba qilgan bandasidan albatta rozi bo'ladi. Chunki bu banda o'zini gunohkorligini tan olib, Allohning huzuriga borib, bo'ynini egayapti. Hadis qudsi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bir banda gunoh qilib qo'yib, Robbim, men gunoh qilib qo'ydim, kechirgin deydi. Parvardigor olam bu bandasini so'zini eshitib, bu banda gunohlarini kechiradigan yoki xohlasa jazolaydigan Robbisi borligini bildimi? Kechirdim gunohimni deydi. Agar qaysi banda kech kirganda mana shu duoni aytib, tong otgunga qadar o'lib qolsa, shubhasiz shu odam jannati degan sahih hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan juma kunida qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilib, duolarimizni ijobat qilsin. O'tgan darsda siz bilan bandalar tomonidan sodir qilingan gunohlar ularning hayotiga qanday bir natijalar olib kelishi haqida gaplashgan bo'ldik. Qisqacha qaytarib qo'yamizki, ana shu gunoh tufayli insonning boshiga keladigan 15 ta zararli holatni faqat unvonini, faqat bir qatorni aytib berib qo'yamiz. Gunoh sababli avvalambor Allohning g'azabi bor. Ikkinchidan, mu'minlar gunohni ko'p qilgan bandani karih ko'rishadi. Uchinchidan, gunohni ko'p qilgan kishi rizqidan mahrum bo'ladi. Rizqining barakotidan mahrum bo'ladi. To'rtinchidan, ilmdan mahrum bo'ladi. Beshinchidan, gunohni ko'p qilgan kishining boshiga balolar keladi. Chunki Ali ibn Abi Talib aytganlaridek, insonning boshiga balo faqat qilgan gunoh tufayli keladi. Boshimizga ne balo kun kelsa, albatta o'zimiz qilgan gunohlarimiz bunga sabab bo'ladi. Oltinchidan, Allohdan uzoq bo'lishlik. Gunohni ko'p qilgan kishining qalbi qatiydi, qalbi qorayadi. Gunohni ko'p qilgan kishini Alloh taolo o'zidan nari qiladi. Yettinchidan, odamlarning orasida yashashiga qaramasdan gunohni ko'p qilgan kishi o'zini yolg'iz his qiladi. Hukmronlarning biri aytgandek, men qilgan gunohimni ta'sirini, xotinimning fe'li o'zgargani, bolamni itoatsizlik qilayotgani, ulovimni hadab fe'l qilayotganligida ko'raman deydi. Gunohni ko'p qilgan insonni o'zi odamlarning orasida yashasa ham yolg'iz, g'urbatda yashashligi bor. 8-dan qalbda va yuzda qarolik bo'ladi. 9-dan Alloh taolaning itoatidan mahrum bo'ladi. Gunohni ko'p qilgan odam ertadan namozni boshlayman, Xudo xolasa deydi, ertamanga borguncha haligi himmati, shashti pasayib qoladi. Ertaga falonchini ziyorat qilaman deydi, erta bo'lganda indinga deydi. Chunki qilgan gunohlari uni savobga emas, aksincha yana gunohga qaytarib tortib turadi. 10-dan gunohga tortilib turishligi. 11-dan Allohning nazdida past bo'lishligi, qalbdagi xorlik, aqlni pasayishi, gunohning shumligi natijasi hamda ketar soatda tiliga muhtoj bo'lgan kunida shahodat kalimasini aytmay til xiyonat qilib qo'yadi. Chunki eng tilimizga muhtoj bo'lgan kunimiz, tilimizdan ikki og'iz so'zni chiqishiga muhtoj bo'lgan kunimiz bu o'lim soati yetgan paytda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh kalimasini ayta olmay qolishligi bor. Gunoh mana shunday bir zararli, xatarli hamda xunuk bir oqibatlarga olib keladi. Agar bir tabib, ishonchli hoziq tabib bir dorini berib turib, mana bu dori falon kasalga dori deb bersa, siz haqiqatan shu dori o'sha kasalga, shu dardga dori bo'pti. Ixlosingiz baland bo'ladi, sarflagan pulingizga achinmasdan olib ichasiz. Endi xuddi o'sha tabib boshqa dorini ko'rsatib turib, mana bu dori 3 ta kasalga dori bo'ladi, davo bo'ladi desa, haligi doriga bo'lgan ishonchingiz yana ham qattiq bo'ladi. Endi bu bitta inson aytayotgan, dori shunday foyda bo'ladi deb berayotgan, ana shu davosi, dorisiga shunchalik ishonchingiz bo'lib turgan bo'lsa, ehtimol u dori sizga foyda qilar qilmas. Odamning organizmi har xil. Bunga foyda qilgan esa bunga zarar qilishi mumkin. Endi bitta foyda aytilinsa, bitta dori aytilinsa, 20 tadan ko'proq dardga dori bo'ladi desa va bu dorini Alloh taolo aytgan bo'lsa, bu qanaqa dori ekan? Ya'ni men Alloh taolo shunday bir kalimani o'rgatadi, mana shunday bir dorini, davoni beradi, 20 dan ortiq hayotingdagi musibatingga darmon bo'ladi, shifo bo'ladi desa. Nima dardlar ekan u?
O'ylamaylik bu pochka, oshqozon, u haligi yazva, trazva emas. Badan sog'ligi, jasad quvvati, musibatlardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? Aql rohati, insonning ko'ngli keng bo'lishi, kasallik, kamchiliklardan omonda bo'lishlik kimga kerak emas? Qalb xotirjamligi, go'zal dunyo matosi, musibatlardan nari bo'lishi, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? 10 tasini sanadik. Mashaqqat va fitnalardan omon bo'lish, foydali yomg'ir, pokiza ekin, solih farzand kimga yoqmaydi? Halol moli dunyo, keng rizq, xatolarni o'chirilishi, hasanotlarni ziyoda bo'lishi, darajani ko'tarilishi va alal oqibat Allohning diydorini ko'rishlik kimga ham yoqmaydi? Mana shu aytilgan 20 tadan ortiq foyda bitta kalimada bor. Astagfirulloh va atubu ilayh. Bugungi darsimiz istig'for xususida. Darsni boshida aytdik, insonning boshiga qanday bir balo kelsa, bu qilgan gunohlari sababli bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kullu bani adama xattoun va xoyrul xatta'ina tawwabun." Odam bolasi borki, xato qiladi. Gunoh qilmaydigan odamda o'zi yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, odam bor, xato qiladi. Endi xato qilishlarda eng yaxshisi tavba qiluvchisi. Mana samaralarni aytdik 20 tasi. Endi mana shu so'zlarni, mana shu aytilgan dorini Qur'ondan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan dalilini keltiramiz. Istig'for samaralari, aqlning rohati, ko'ngil kengligi, nafs xotirjamligi, qalb oromi, dunyo matosi kerakmi? Istig'forni lozim tutaylik. Alloh taolo aytadi: "Istagfiru robbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana." Hud surasi. Hud alayhissalom o'zining qavmi, Od qavmiga shunday xitob qildi: Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar. So'ngra uning o'ziga tavba qilinglar. Shunda u sizlarni ma'lum muddatgacha, ajallaringiz yetgunicha chiroyli mato, rizq bilan bahramand qilar. Insonning dunyo matosi keng bo'lishligi, qalbi xotirjam bo'lishligi farovon hayot. Od qavmi bo'ylar nihoyatda baland, jismonan baquvvat, boy, kuchli xalq bo'lgan. Keyingi oyatga qaraymiz. Jasad quvvati, musibatlar, kasallar, kamchiliklar, vahimalardan omon bo'lishni xohlaymizmi? Istig'forni lozim tutaylik. Alloh aytadi: "Istagfiru robbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara va yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Hud alayhissalom yana qavmiga nasihat qiladi. Ey qavmim, Parvardigoringizdan mag'firat so'rangiz. So'ng unga tavba tazarru qilingiz. Shunda u zot ustingizga osmondan yomg'ir quydirar va kuch-quvvatlaringizga yana kuch-quvvat qo'shar. Jinoyatkor, gunohkor bo'lgan holingizda yuz o'girib ketmangiz. O'zi quvvati yetarli ularda. Lekin Allohga shirk keltirib, payg'ambarga osiy bo'layotgan odamlarga istig'for aytsanglar, gunohinglar ham kechiriladi, rizqinglar ham keng bo'ladi, yomg'ir ham serob bo'ladi ustinglarda. Bu istig'for orqasidan bo'ladi. Astagfirulloh va atubu ilayh. Juda oson, lekin qalbimiz g'ofil bo'lib qoladi bu kalimadan. Musibatlarni daf qilishni, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishni, fitna, fasodlardan qutulishni xohlaymizmi? Istig'forni lozim tutaylik o'zimizga. Alloh aytadi Qur'onda: "Va ma kana Allohu liyu'adhibahum va anta fihim, va ma kana Allohu mu'adhibahum va hum yastaghfirun." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Makka mushriklar aytishardi: "Sen haq payg'ambar bo'lsang, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, osmondan balo tushadi, itoat qilmasanglar deyapsan. Yog'dir o'sha baloni. Ko'raylik, rost payg'ambar bo'lsang" dedi. Shunda Alloh taolo shunday dediki: "Modomiki siz ularning orasida ekansiz, ey Muhammad alayhisalom, Alloh ularni hargiz azoblamas va ular mag'firat so'rab turgan hollarida ham Alloh ularni azoblaguvchi emasdir." Ey Muhammad alayhisalom, siz o'sha mushrik Qurayshlarda ichida yashayotgan bo'lsangiz, siz ularning ichida turganligingiz uchun balo kelmaydi va agar istig'for aytib tursa bandalarim, men ularni balolamayman, azoblamayman dedi. Aytdik Ali ibn Abi Talib so'zini. Bandani boshiga musibat, balolar faqat qilgan gunoh tufayli keladi. Endi gunohni nima ketkizadi? Istig'for. Istig'for aytib, gunohni ketkizgan bandani boshiga balo keladimi?
Qalbimizni Allohdan uzmaylik. Musulmon odamning faqat yagona suyanchig'i bor. U cho'ntagidagi puliga ham ishonmaydi. Bilagidagi quvvatiga ham ishonmaydi. Iymoniga, musulmonligiga, Robbisini marhamatiga ishonadi. Xotirjam hayot kerakmi? Istig'forni ko'proq aytaylik. Foydali yomg'ir, pokiza ekinzor, solih farzand, halol mol, keng rizq kerakmi? Mana qaranglar, biror narsa qoldimi? Moli davlat, bola chaqa, daryolar, bog'roq. Shunda endi hayotda kerak narsa. Nuh alayhissalom o'zini qavmiga shuni nasihat qildi. Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Bu payg'ambar ham o'zini qavmini Allohdan istig'for so'rashlikka chaqiryapti. Hud alayhissalom Od qavmini chaqirdi, Nuh alayhissalom o'zini qavmiga aytayapti. Parvardigoringiz Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zot, gunohlarni kechiradi. Shunda u zot ustlaringizga osmondan yomg'ir quydirur. Sizlarga mol dunyo, bola chaqa bilan madad berur hamda sizlarga bog' bo'stonlar ato qilur va sizlarga oqar daryolar berar. Tinchlik deyapti. Bola chaqa deyapti. Bog' bo'ston, daryoda suv. Nima kerak yana? Nimani evaziga beriladi bu narsa? Bolamiz yaxshi bo'lishini xohlasak, ko'proq istig'for aytaylik. Hadeb so'kavermasdan uni. Palonchini bolasini qara, u nima yeyapti? Palonchini ko'r, ana qilyapti demasdan istig'forni ko'paytiraylik, Alloh bolamizni isloh qilib beradi. Biz o'zimizni qo'limizga, harakatimizga suyanamizda, Robbimizga suyanmay qo'yganmiz. Biz tuzatib yuboramiz, urib to'lib tashlayman, mana shu bu narsadan mahrum qilib qo'yib, otib chop yo'q. Istig'forda aytsak, Alloh bolangni ham tuzatib beraman deya. Bilamizmi shu narsani biz? Xatolarning o'chirilishini, hasanotlarning ziyoda bo'lishini hamda darajamizni oliy bo'lishini xohlaymizmi? Istig'forni ko'proq aytaylik. Kimi xatosi yo'q ichimizda aytinglarchi? Biz palonchilar anaqa, po'kinchilar manaqa deyotgan paytimizda o'zimizga qaraylik-da. Nima, biz avliyomizmi? Bizda gunoh yo'qmi? Hammada gunoh bor. Alloh aytadi Qur'onda: "Vaqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum va sanazidul muhsinin." Mana payg'ambarlar tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, Banu Isroil Fir'avnni zulmida bir necha 100 yil yashab, Musa alayhissalom sabab Misrdan qochib chiqib ketishdi. 9 ta mo'jizani Misrda ko'rsatdi. Dengizni yorib olib o'tib ketdi. Shuncha mo'jizani ko'rgan Banu Isroil dengizdan chiqib turiblar, bir qishloqqa kirishuvdi, bir haykalga, butga sig'inishar ekan. Shuncha mo'jizani ko'rib turgan Banu Isroil, "Ey Musa, onalarda olihasi bo'lgani singari bizga ham bitta oliha qilib bermaysanmi?" deb turishibdi. Ana shu fosiq qavm Iliyo shahri sizlarga mana shu shaharga kiringlar desa, osiylik qilishdi, 40 yil sargardonlikka ketdi. Bu Banu Isroil fosiq, fojir, itoatsiz qavm. 40 yil sargardonlikda yurishdi, Alloh taolo toshdan suv chiqarib berdi. Musa alayhissalom asosi bilan toshni urdi, 12 ta ko'z otilib chiqdi buloq. Toshni yerga qo'yishsa suv chiqadi, ko'tarib araba yuklasa suv to'xtaydi. Bu bitta mo'jiza. Osmondan Alloh taolo meva-chevalarni yog'dirib berdi. Bedanalar tushib turdi. Shuncha ne'matni ko'rib turib, 40 yillik sargardonlik tugaganidan keyin yana Iliyo shahriga kelib, Alloh taolo aytdi: "Va afet denglar. Biz xatolaringizni mag'firat qilamiz va yaxshilik egalariga ziyoda ne'matlar ato qilamiz" deganimizni eslang. Mana shu eshikdan kiringlar, hittotun deb kiringlar. Ya'ni Parvardigor shuncha yillik qilgan gunohlarimizni kechirgin degan bitta so'z. Kechirgin deb kirsanglar, men kechirib tashlayman deyapti. Necha yillik gunohini. Lekin ular boshqa so'z aytishdi. Demak, agar biz gunohlarimizni kechirilishini, darajalarimizni ko'tarilishini xohlasak, istig'forni ko'proq aytaylik. Til istig'for aytsa, lekin qalb gunohda o'jarlik qilib turgan bo'lsa, bu Robbisini masxara qilayotgan odam bo'lib qoladi, Alloh saqlasin. U quruq til bilan istig'for aytib qo'ysanglar, shu 20 ta foyda bor ekan bo'lsa, arzon bo'ladi unda. Faqat til bilan aytib qo'yiladigan bo'lsa, asosiy narsa qalb. Til astag'firulloh deyamayotgan bo'lsa ham, ko'zi gunohni ko'rganda olib qochdimi? Demak, astag'firulloh deyapti bu. Tasbihni o'girib yurgan bilan
g'iybatda gapirayotgan bo'lsa, tasbihni o'girib turib ko'zi bilan zino qilayotgan bo'lsa, bu tasbihni nimaga o'xshaydi? Shu zikr esimdan chiqib qolmasin deb turib, subhanalloh deb turib, ko'zini olib qochyaptimi? Foydasi bor. Istig'for bizni eng foydali davoimiz. Gunoh va xatolardan tozalovchi eng samarali dori-darmonimiz. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizdan bizlarni istig'forga buyurganlar. Aytganlarki: "Ya yuhannas, istagfirulloh va tubu ilayh, fa inni astagfirulloh va atubu ilayhi fil yawmi 100 marra." Ey odamlar, deydi Rasululloh, Allohga istig'for aytinglar, unga tavba qilinglar. Albatta men bir kunda 100 marta istig'for aytaman deydi. Rasulullohning avvali oxirgi gunohlari kechirilgan. Nima uchun istig'forda aytyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p? Ummatlarimga sunnat bo'lsin deyapti. Astagfirulloh va atubu ilayh deyish uchun qancha vaqt kerak? 1 sekund kerak. 1 minutda 60 marta aytasizlar. Agar quruq astagfirulloh desangiz ko'proq bo'ladi. Astagfirulloh va atubu ilayh desangiz 1 minutda 60 marta aytasiz. 1 soatda necha marta bo'ladi shunda? Do'koningizga ketguncha ketadi bir 10 minut. Rasululloh agar kunda 100 marta har doim aytgan bo'lsa, biz necha marta aytishimiz kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi istig'for etganlar, hamda siz bilan bizni mana shu istig'for etishlikka targ'ib qilganlar. Boshqa hadisda payg'ambarimiz aytadilar. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Man lazuma al-istig'fara, ja'ala Allohu lahu min kulli hammin farajan va min kulli ziqin makhrajan va razaqahu min haythu la yahtasib." Bitta shu hadisni ushlab turib, ishonib turib, yurak bilan istig'for aytaylik-da, gunohlardan tiyilishga harakat qilib. Nimalar bor bizga? Kimki dedi Rasululloh, o'ziga istig'forni lozim tutsa, doim aytib yursa, Alloh unga har bir g'amidan yengillikni, xursandchilikni beradi. Har qanday torlikdan kenglikka chiqaradi hamda kutmagan joydan rizqini beradi. Kimga? G'amlarini xursandchilikka almashtirib beradi. Torlikdan kenglikka chiqaradi, kutmagan joyidan rizqini beradi. Alloh taolo haqiqiy tavba qilgan bandasidan albatta rozi bo'ladi. Chunki bu banda o'zini gunohkorligini tan olib, Allohning huzuriga borib, bo'ynini egayapti. Hadis qudsi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: bir banda gunoh qilib qo'yib, "Robbim, men gunoh qilib qo'ydim, kechirgin" deydi. Parvardigor olam bu bandasini so'zini eshitib, bu banda gunohlarini kechiradigan yoki xohlasa jazolaydigan Robbisi borligini bildimi? Kechirdim gunohimni deydi. Banda ozgina vaqt o'tganidan keyin deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, yana gunoh qilib qo'yapti. Parvardigor, yana gunoh qilib qo'ydim. Kechir deydi. U qilmaslik niyatida istig'for etgan. Qasddan beqasd bo'lib qoldi hali gunoh. Desa Parvardigor yana aytadi, bu banda gunohlarni kechiradigan, agar xohlasa gunohi uchun jazo beradigan Robbisi borligini bildimi? Kechirdim gunohini deydi. Ozgina vaqt o'tadi, banda yana gunoh qilib qo'yadi. Parvardigor, yana gunoh qilib qo'ydim, yana kechir deydi. Bu istig'forda aytayotganda yuragidan qaytib qilmayman deb aytgan istig'forda. Parvardigor aytadi, gunohlarni kechiradigan yoki xohlasa shu gunohi uchun jazolaydigan Robbisi borligini bildim banda, gunohini kechirdim deydi. Banda gunoh qilishdan to'xtamayapti. Alloh kechirishidan to'xtamayapti. Alloh kimni tavbasini qabul qiladi? Tili istig'for etganda qalbi bilan shu gunohni qilmayman bo'ldi deb rosakamiga azmi qaro qilgan kishining gunohini kechiradi. Bu hadisdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, banda zaif, gunoh qilmay tura olmaydi. Gunoh qilib qo'yar ekan. Endi bu hadis istig'forning ulkan foydasiga dalolat qiladi. Alloh taolaning buyuk fazli marhamati borligiga dalolat qiladi. Halimligiga dalolat qiladi. Lekin Alloh hamma bandaning gunohini kechiradimi? Shu savolni beraylik-da, masalan, astagfirulloh deganda niyat nima edi? Agar qaytmaslik bo'lsa, o'sha gunohni qilib qo'ysa Alloh kechira oladi. Endi o'zingiz bilasiz ichingizda nima niyat o'tayotganligini. Rasululloh aytadilar, sizlarning yaxshirog'ingiz fitnaga, ya'ni gunohga tushib qolgandan keyin tavba qilganlaringiz. Parvardigoro, seni haqqingni ado qilishda noqislik qildik, xato qildik, adashdik, gunoh qildik. Nafsimizga zulm qildik, shaytonga yengilib qoldik. Havoyi nafsimiz bizni yengib yomonlikka buyurdi.
Ey Robbim, karaming kengligi, halimliging, rahmating ulug'ligi va saxovatingning buyukligiga suyanamiz. Huzuringga tavba qilgan, nadomat qilgan, istig'for etgan holda keldik. Parvardigor bizlarni afv qil, kechir. Sendan o'zga Robbimiz yo'q. Agar bir bandaning qalblari iztirobga tushgan bo'lsa, qalbi sinib ketgan bo'lsa, ruhi tushib ketgan bo'lsa, tushkunlikka tushib qolgan bo'lsa, bu banda albatta istig'forni lozim tutsin. 20 ta foydani sanab berdim sizlarga. Biz mana shu dorini iste'mol qilyapmizmi? Yana nimasi zo'r deng? Qiblaga qarab turish shart emas. Tahoratli bo'lishlik shart emas. Vaqt shart emas. O'tirish shart emas. Xohlagan holatingizda istig'for etishlik sizdan hech narsa talab qilmaydi. Bu shunday ulug' ibodat. Bu shunday ulug' ibodat. Parvardigoro agar bizning gunohlarimiz ulkan bo'lsa, biz albatta bilamiz, seni kechirishliging undan ham buyukroq. Istig'for g'am qayg'u bulutlarini, tashvish, iztirob shamollarini ketkizuvchi, bizga kifoya qiladigan dori, kifoya qiladigan malham. Shu malhamni qo'llayapmizmi? Alloh umid bilan Allohga qo'lni ko'targan bandasini Alloh taolo gunohini albatta kechiradi. Albatta musibatlardan chiqaradi. Banu Isroilda bir podshoh bor edi. O'zini yurtida yashaydigan ibodatxonadan tashqariga chiqmaydigan bir rohib haqida xabar berishdi. Nihoyatda taqvoli, xudojo'y, ilmli. Shu odam podshohning oldida turib unga maslahatchi bo'lishini xohlab chaqirtirdi. Chaqirtirib, meni saroyimda yashang, meni hozir huzurimda bo'ling, meni yonimda bo'ling dedi. Hali rohib aytdi, "Xo'p, yaxshi taklif qildingiz. Endi eshitib turing" dedi. Bir kun kirsangiz uyingizga, men sizni joriyangiz bilan yolg'iz qolib o'ynashib o'tirgan bo'lsam, nima qilardingiz dedi. Sizni joriyangiz bilan qolib yolg'iz o'ynab o'tirgan bo'lsam, nima qilardingiz deganida, badbaxt, menga shunaqa gapni gapirib jur'at qilasanmi dedi. Deganida, meni dedi, Karim Parvardigorim bor. Bir kunda 70 marta gunoh qilsam ham menga qahr qilib, rahmatidan nari qilmaydi. Endi qanday qilib uning eshigini qo'yib, sizning eshigingizda turaman? Siz hali men gunoh qilmasdan turib shuncha g'azab qilyapsiz menga. Agar gunoh qilsam, nima qilardingiz menga dedi. Bilaylik, bizni Karim Parvardigorimiz rahmatidan quvmaydi bizni. Istig'for olib qaytsak, bo'ynimizni egib, kechirim so'rasak, Alloh albatta kechiradi siz bilan bizni. Xo'p, bizni qilayotgan istig'forimiz, tavbamiz hozir aytilayotgan, talab qilinayotgan darajadami? Hukamolardan biridan orif odam kim deb so'rashdi. Allohni taniydigan inson. Uni 6 ta belgisi bor dedi. Birinchisi, Allohni eslasa faxrlanadi orif. Ya'ni Alloh degan so'zni aytadigan qilib qo'yganiga shuni faxrlanib ketadi. Qancha odamlar Alloh deya olmayapti. Qancha dunyoda titrab turgan odamlar la ilaha illalloh kalimasidan mahrum. Shuni o'ylaydida Alloh deydiganlardan qilib qo'yganiga faxrlanadi. U falon millat vakili, qo'lida mana bir mansabi bor, moncha dunyosi borligi bilan emas, musulmonligi bilan faxrlanadi orif banda. O'zini boshqa bir odam balad deb bilsa ham, musulmonligi uchun balad deb biladi, boshqa narsa uchun emas. Ikkinchisi, o'zini eslasa, pastligini eslaydi-da, bo'ynini egadi. Men kim edim men? Men kim edim? Asli najosat, qonni to'ldir najosat, o'lgandan keyin to'ldir najosat, bitta banda. Agar Alloh shu kalomini, shu kalimasini bermasa men kim edim? Dedi-da, o'zini haqir his qiladi. Men ana qilib qo'yganman biroga. Mana qilib qo'yganman. Moncha o'tkazib unaqa demaydi. Uchinchidan, mahluqotlarni ko'rganda ibratlanadi. O'zini tanitmagan bandalarni Alloh ko'rganda alhamdulillah ana shulardan qilib qo'ymabdi meni. Alhamdulillah ana shulardan qilib qo'ymabdi meni. Agar shulardan qilib qo'yganda nima bo'lardim men? To'rtinchidan, qalbi gunohga moyil bo'lsa, hushyor tortadi. Astagfirulloh deydi. Qo'y deydi, bu shayton deydi. Orif bandalar shunaqa bo'ladi. Beshinchisi, gunohlarni Alloh albatta kechiradi. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfiru-zunuba jami'a. Ey o'zini nafsiga gunohlarni ko'p qilib, nafsini isrof qilgan bandalarim, meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar. Alloh hamma gunohlarni kechiradi degan oyatni eshitganida, gunoh qancha katta bo'lmasin, nima qiladi? Umid qiladi. Kechiradi meni Robbim deydi.
Oltinchisi, o'zini gunohlarini eslasa, xijolat tortib istig'for aytadi. Hukamolardan biridan so'rashdi yana. Biz qilayotgan tavba istig'forlarimiz qabul bo'layotganligini qanday bilsak bo'ladi? Masalan, bir odam bir umrining bir qismida yomon hayot kechirgan, tavba qilib to'g'ri yo'lga yurdi. Endi shu burungi qilgan gunohlarimni kechirsin deb Allohga duo qilganman, tavba qilganman. Hammamizda boradi bu narsa. Alloh o'chirdimikin shu gunohlarimni desa, ana shu hakim javob beradi, ha deydi. Bilishi mumkin deydi. Qilingan tavbalarni, istig'forlarni qabul bo'lganligini to'rtta alomati bor. Birinchisi, yomon ulfatlarni tark qilib, solih kishilarga qarab intilayotgan bo'lsa. Ikkinchisi, gunohlarini barchasini tark qilib, qo'lidan kelganicha toat ibodatga shoshilayotganligi, tavbalari qabul bo'lganligini belgisi. Uchinchisi, qalbidan dunyo muhabbati ketib, unda oxirat qayg'usi paydo bo'lishi. Agar shu sifat bor bo'lsa, insonning tavbalari, istig'forlari to'g'ri bo'layotganligi belgi. To'rtinchisi eng ehtimol yangilik emasdir, lekin bizga qiyin bo'lgan narsa. Biz hozir qilgan tavbalaringizni to'g'ri bo'layotganligini bilish mumkinmi desa, mumkin deb turib 3 tasiga javob berdik. To'rtinchisi, Alloh o'zini zimmasiga olgan rizq g'amini tashab qo'yib, oxiratda g'ami bilan ovora bo'layotgan bo'lsa, demak shu bandaning tavbalari qabul bo'ldi. G'ami ibodat bo'ladi. Qo'li mehnatda bo'ladi, ishini yurgizadi, savdosini qiladi, hunarni qiladi, lekin qalbi Alloh subhanahu va taolo bitta istig'for uchun bizga mana shunday marhamatlar ko'rsatadi. Alloh taologa duo iltijo qilib, istig'forlarimiz haqiqiy bo'lishini, qalbimiz bilan, chin yuragimiz bilan gunohni qilmaslikka qasd qilishlikni imkoniyatini Allohdan so'raymiz. Badan sog'ligi, jasad quvvati, musibat vahimalardan omon bo'lish, aql rohati, ko'ngil kengligi, kasalliklar, qalb xotirjamligi, dunyo matosi, musibatlardan daf bo'lishi, baxtsiz hodisadan omon bo'lish istig'for orqali bo'ladi. Mashaqqat fitnalardan omon bo'lish, yomg'ir, ekinzor, solih farzand, moli dunyo, keng rizq, xatolarning o'chirishi, hasanotlarning ziyoda bo'lishi, Allohning diydorini ko'rishlik istig'forga bog'liq bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim tong otganda Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani shu kalimani aytsa, kech kirguncha o'lib qolsa, shu odam shubhasiz jannati deganlar. Agar qaysi banda kech kirganda mana shu duoni aytib, tong otgunga qadar o'lib qolsa, shubhasiz shu odam jannati degan sahih hadis. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduk va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.